kim chidab bo'lmas odam kimligini ko'rsatib qo'yaman. Nima qilmoqchisan? Bu qanaqa bozor kiyimi? Qo'lim kir bo'ldi endi. Tinchlan. Qo'lingdagi narsa sun'iy yurakning eng so'nggi asosiy qurilmasi. Uni ishlab chiqish uchun 100 millionlab mablag' sarflangan. Yangi avlod ma'lumotlari u orqali real vaqtida uzatiladi. Agar uni sindirsang, nafaqat erim, balki sun'iy yurak ko'chirib o'tkazilishini kutayotgan son sanoqsiz bemor o'z imkoniyatini boy beradi. 100 millionlab? Kimdan laqillatyapsan? Erim beradigan cho'ntak puli seni bu matohingda 10 tasini sotib olishga yetadi. Ering kim bo'lishidan qat'iy nazar, kimdir hayotni saqlab qolishiga to'sqinlik qilishga haqqi yo'q. Tez bo'l. Tezroq qutini menga qaytar. Tezroq. Yaxshimisiz? Sizga nima kerak o'zi? Nafaqat vaqtimizni olyapsiz, balki odamni tanlayapsiz ham. Tezroq boshliqni chaqiring. Kerak emas. Unga e'tibor bermang. Yordam chaqirish befoyda. Ha, Lillinni eri mana shu aviakompaniyaning ijrochi direktori Jo Yui Chuan bo'ladi. Nima?